Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasida barcha klasterlarga qarashli tarozibon hamda laboratorlarni jamlagan holatda seminar tashkil etildi. Seminarning asosiy maqsadi hosil qabuli hamda agrotarozi tizimlarini o'rgatish va yangiliklarni amalga oshirish, yangiliklar haqida tushuncha berish haqida bo'ldi. Hosil qabuli hamda agrotarozi tizimlarining asosiy maqsadi nima? Asosiy maqsadi bu zamonga hamnafas holda, sun'iy intellektlardan foydalangan holda, shaffoflikni oshirgan holda barcha amaliyotlarni onlayn tarzda amalga oshiradi. Agrotarozi hamda hosil qabuli tizimi bir-biri bilan chambarchas bog'langan holatda agrotarozi tizimi mahsulotni qabul qiladi, hosil qabuli tizimi esa uni monitoring qiladi. Yillari bilsanglar 1000 so'mdan subsidiya berdi-yu. Xuddi shu narsani PK orqali PKsini imzolaydigan bo'lsa, har bir yuk xatini PKsini imzolaydigan bo'lsa, shot faktura ham o'zimizda imzolanadi bu yilda. Oldin 24 xildagi Didox, hujjat uz degan tizimlarda imzolanardi-da. Bizni o'zimizda Agrodox degan tizimimiz bor. O'shanda shot faktura imzolanadi. Hamma narsa avtomat bo'ladi. Unda qo'lda kiritib, boshqa qilib haligi subsidiya olayotganingizda qaysidir shot fakturam ko'rinmay qoldi, tondan kam chiqyapti, pulim kam chiqdi degan rosa muammolar bo'ldi-da. Shu narsalarni olish maqsadida shot faktura ham o'zimizda imzolanadi. Shunday imzolangandan keyin avtomatik ravishda 1000 so'mlik subsidiyaga ham sira zapros ketaveradi. 1000 so'mlik subsidiya ham hozirgacha oldi-da, mana 1-avgustgacha oldi fermerlar. Ha, bu yil oxirigacha ham olish imkoniyati bo'ladi. Shuni hisobiga.